Hindistonning eng mashhur klinikalaridan biri, shuningdek, nevrologiya, nevroxirurgiya, ortopediya yo'nalishlariga ixtisoslashtirilgan klinika IBS shifoxonasiga bugun biz tashrif buyurdik. Bugun sizga klinika haqida qisqacha ma'lumotlarni berib o'tamiz. Shifoxona ko'p qavatdan iborat bo'lib, birinchi qavatida asosan qabul bo'limi, bemorlar uchun kutish zali hamda kichik tamaddixonalar mavjud. Keling, endi esa sizga shifoxonamizning umumiy palatalari hamda shaxsiy palatalari haqida ma'lumot berib o'tamiz. Bu yerda bemorlar palatasi joylashgan, bemorlar uchun alohida hamda umumiy palatalar mavjud. Bu bir kishilik xonamiz. Bu yerda zamonaviy kravat bemorimiz uchun, shuningdek uning yaqinlari uchun divan, stol, stul, kreslo, televizor hamda bemor uchun shkaf mavjud. Palataning ichida hammom ham mavjud. U yerda barcha sharoitlar bor, ya'ni rakvina, dush, tualet, issiq, sovuq suv. Hozir sizga umumiy palatalarimizni ham ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerda umumiy palatalar mavjud. Bemorlarimiz uchun qulay kravat hamda ularning yaqinlari uchun stol, stullar mo'ljallangan. IBS shifoxonasi asosan davolanish, profilaktika, reabilitatsiyaga mo'ljallanganligi tufayli bu yerda bemorlar xonasi juda ham ko'p. Shuningdek, bu yerda jarrohlik xonasi hamda jarrohlikdan keyingi xonalar ham mavjud. Endi esa barchaga qiziq bo'lgan LFK hamda reabilitatsiya bo'limiga yo'l olamiz. U yerda siz bemorlarimiz reabilitatsiya hamda fizioterapiya bilan shug'ullanayotganini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda asosan nerv tizimi kasalliklari hamda jarrohlikdan so'ng bemorlar davolanib, reabilitatsiya o'tkazishadi.